Bugün imtiyaz belgeler, ikinci grup yol belgeleri, bunu imtiyaz belgeler. İmtiyaz belgeler, öz adımlarından yolda hareketlenenizde size yetiştiricilerden başka transport vasıtasına imtiyaz verir. Peki size imtiyaz verir, birinci seferinde belki sizin imtiyazınızı çekler, başka bir imtiyaz verir. Sen yol ver, başka bir götürsün de. Demek, imtiyaz belgeleri, iki yıl bir, esası yol. Demek bu belge duran yol, esası yol satmalıdır. Demek, bir degen transport vasıtası esası yoldayken bir gün fakat özü dursa doğuma gittiği yol esası yol satmalıdır. Bir gün deyince koşunca akbarat bilgiler olduk mu? Soruşun kolay mı? Esası yolunu yonaşı diyen bilgiler. Ama şular olsa şundan bilişimiz mümkün. Misal için bir daha doğruya gitmiyor esası yol. Bu ikisinden gelen transport vasıtaları ikinci dereceli yol. Yol vermiş gerek degen. Esası yoldan ötüp bulmayınca ikinci dereceli yolda avtomobiller ötüşü mümkün demez. Esası yoldan elden ötüp bilmediler. İkinci dereceli yolda yine avtomobiller. Şimdi koşumcha akbarat berdik bo'lsa chiqib endi. Endi qo'shimcha akbarat berdik bo'lsa endi berib turgan yo'l to'g'ri ketgan emas. Boshqa yo'l asosiy. Terlab ketgan, bergan sara kattalashtirib ko'ramiz. Demak, pastdan kelgani bilan bilan tarafdan bo'yab ko'rsak, asosiy. Bu ikkisi inchasi. Demak, pastdan kelgan bizning o'zimiz chap tarafimiz. Demak, bu bilan bu asosiy yo'ldir. Bu ikkisi ikinci dereceli yo'ldir. Endi bu yerda 10 qo'l qadasi 2 marta ishlaydi. Fakat ish 2 maşin uchun benim yo'q deb o'ylaymiz. Kimning tarafı bosh bo'ldi? Buning tarafidan bu, buning tarafi bosh. Birinchi bo'lib qo'yildi, keyin bu yoqdan transport vositasi yurishi mumkin. Endi bu yerdagi avtomobil yurgan vaqtida bular ham xalaqit bermasdan yurishi mumkin. Tushunarli bo'ldimi? İşlaydi. Yo'q. Demek, bir yerden kızıl maşini doğrudan misal için. Fakat şu ikisinden kızılın tarafı boş durdu ama kızıl girdi. Şeyin, mavada bu onaylanacak doğru mu? Şimdi kavradın barda koyacağım. Sarı yürüyüş gerek değil mi? Doğru mu esası yolda var? O bir yana duracak. Sarı durunu verecek. Sarı yürüyen vaktinde kızıl amayla kiste bulan mı? Kalak tutuyor, buladı. Lakin, bu kızıl birinci ötüşecek doğru mu? Bu kızıl yürüyen vaktinde bu aylan ketemeydi. Ölçen, bu sarı nerede tüketti? Sarı esası yolda. Esas yoldan elde ötüp bu muydu? Bu bilen değmedirseniz bu arada indirse bu arada. Ama şu temizde ötülen esas yol, ötüyen esas yolunu muhakkada. Şimdi çarrakadan keyin devam etmeyenden keyin demek esası yolunu ahire dayan belirli boş mümkün. Şimdi ben esas yol tükendi. Yani bu esas yolunu ahire. Şimdi ben esas yol tükendi. Şimdi siz ikinci dereceli yoldasınız. Başka bir yol bu esası yol ekenlik hakkında malumat verir. Oldu mu? Svetofor imtiyaz belgilerinden üstün. Yani hem svetofor hem esası yol basar. Svetofor yeşil, svetofor kızıl yoki esası yol belgisi var. Svetofora qaraymiz. Yoki yol bering belgisi var, stop belgisi var. Lekin svetofor yeşil. Svetofora qaraymiz. Xullas, svetofor bu imtiyaz belgilari tarafini bekor qilib qiladi. Bu belgilerden için koyalım. Hem esas yol hem svetofor için koyalım. Ama da svetofor işlemiyorsa belge karar ölçü gerektiren bildiruvchi belge. Svetofor üstün bu. Bu belgeden svetofor üstün. Bu belgilerde. Başkasında üstün emez. Başkalarından svetofor üstün emez. Birgelikte evvel çıkarak başka belgelerden svetofor bulsun. Hop. Şeyimizi. Esas yolun ahırını çünkü yapmayın. Esas yol geldi. İndik. Siz ikinci derecede olasınız. Başka yol esas yol. Olarak bu hazır gibi yol verip ölçünüz gerek. 2-3-1, 2-3-2, 2-3-3. Bu belgilerin hemmesi 3-3 belgiler. Sonra o belge ikinci dereceli yol bilen kesişu, tüteşu ayrılışır. Esas yol bilenmez. İkinci dereceli yol bilen. Yani şimdi belki bu arada. Demek bu esas yol bilen. Yol hansıdır? Kolay İngilizcesidir. Demek ikinci dereceli yol bilen kesişu da bakmalı. Kesişu, tüteşu ayrılışı bilen zaten. Bunun olsa kesişu, tüteşu, belki buram tüteşu. Ne olsa ayrılışı. Demek bu belge açarsan sen esas yoldasan dedi. Esas yoldasan. Tersten yapmak bize olamaz. Esas yoldamız demek biz yolumuzun ikinci dereceli yol kesip ötken. Bu belgeden esas yola koyarken hem imtiyaz ver tuttu. Hem esas yol ben ikinci dereceli
kesişken çarraha vardı, ogohlantirdi. Asosiy yo'lda imtiyoz belgilari o'zi boshqa guruh belgilaridan terib olingan. Misol bularni ogohlantiruvchi belgini olingan. Hem eldinde çarraha vardı, ogohlantiradi, hem de asosiy yo'lda ham eldin o'tib imtiyoz beradi. Chunki imtiyoz belgilari qo'shilgan. Tushunarli bo'ldimi? Demak, bu belgida oldingizdagi yo'l, ikkinchi darajali yo'l, siz asosiy yo'ldasiz, birinchi o'tavering degan maqsadda qo'yilgan. Tushunarli bo'ldimi? İmtiyoz belgi, xo'p, asosiy yo'l belgisi bevosita chorrahani oldinda qo'yiladi. Chorrahani o'zida qo'yiladi. Oldinroq qo'yilgan chorrahani o'zida qo'yilishi kerak. Bu ikkinchi darajali bilan kesishuv tutashuv ayrilishi degani, xuddi ogohlantiruvchi belgi o'xshab, ahallashashganda 50 metr oldindan qo'yiladi, ahallashashdan tashqaridan 150-300 metr oldinroqdan qo'yiladi. Tushunarli bo'ldimi? Ben aslında siz asosiy yo'lda. Bevosita o'zida qo'yiladimi, chizilgani? Bu bevosita chorrahimizdan qo'yiladi, bu oldinroqdan qo'yilishi mumkin. Ular ogohlantiruvchi belgi o'xshab 50, 100, 150-300 metr oldindan qo'yilishi mumkin. Yo'lni turi har xil bo'lgani uchun belgi ham har xil bo'lgan. Men aslida sen asosiy yo'ldasan, boshqa yerdan ikkinchi darajali tutashgan, kesishgan, ayrılgan xuddi shunday ma'lumot beradi. 2-4 bu yo'l bering belgisi. Buni bilamiz, rang to'g'ri. Yo'l bo'lsa. Eğer asosiy yo'l belgisini qo'ysak, xo'p, yaxshi. Yana asosiy yo'l belgisini qo'yamiz. Demak, bu yo'l bilan bu yerda mashina, bu asosiy yo'l to'g'rimi? Bu ikkisi ikkinchi darajali yo'l. Bular asosiy yo'llar haqida bildi belgida. Ular bildi belgida. Bular neden biladi? Bular yo'l bering belgisi. Xuddi shu test ko'rsatdingizda, yana shu belgi. Yo'l chizilgan bo'lishi mumkin. Demak, bundan xuddi shu belgi turadi, test ko'rsak. Buni ma'nosi ikkinchi darajali yo'ldan keldik. Asosiy yo'llarga avtomobillari yo'l ber degan maqsadda qo'yiladi. Ya'ni yo'l bering belgisini talabi haydovchi kesishayotgan qatnov qismi bo'ylab harakat qilayotgan transport vositalaridan yo'l berishi kerak. Testda tushadi. Bu belgi talabi ikki xil javob bor, ikkisidan deyarli bir xil, faqat badan so'z qo'shilgan. Kesishayotgan qatnov qismi bo'ylab harakat qilayotgan mexanik transport vositalaridan yo'l beradi. Yo'q, bu xato. Mexanik transport vositalari emas, oddiy transport vositalaridan yo'l berish kerak. Tushunarli bo'ldimi? Demak, yo'l bering talabi haydovchi kesishayotgan yo'l bo'ylab harakat qilayotgan transport vositalaridan yo'l berib, keyin o'tishi kerak. Hozir ikkisidan o'tirib berib, keyin o'tamiz. Keyin o'tadi. Asosiy yo'l bo'shagandan keyin bu ikkisi o'tishi mumkin. O'n qo'l qoidasi bo'lmaydimi? Yo'q. Asosiy yo'l to'g'ri o'n qo'l qoidasi bo'lmaydi. 2-5 stop belgisang, to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan belgisi. Biza stop deymiz. Bergan talabi o'zi oldindan ma'lum. Demak, to'xtamasdan harakatlanish taqiqlanadi. Shu belgini ko'rsangiz, to'xtab keyin yurish kerak. Tushunarli bo'ldimi? Nerdan qo'ysa ham bir to'xtab keyin yurishingiz kerak. Misol uchun temir prezda qo'yadi. Poyezd bo'lsa-ham bo'lmasa-ham to'xtaversangiz, to'g'rimi? Nechun to'xtaymiz? Chunki belgi bor. Bevosita belgini oldinda, ya'ni belgi tushirib turgan bo'lsa, belgini oldinda turish kerak. Bu sizga yo'lab turish kerak. Uzoq qaramaymiz yoki to'g'risidan o'tib ketmaymiz, bevosita oldinda turish kerak. Bu to'xtamasdan harakatlanishdan qoladi. Bera kelib bir to'xtab olish kerak. Misol uchun, ikkinchi, uchinchi kursga keldingiz, to'xtadingiz, xalos qo'yasiz, bir olib haydaysiz. Uje 2 sekund, 3 sekund vaqt o'tdi. Demak, bir to'xtab yurish kerak. Misol uchun, damini kesishmasida qo'yiladi, karantin zonalarida postlarda qo'yiladi, yoki chorrahadan qo'yilishi mumkin. Chorrahada ko'ryapmizmi? Yo'l bering belgisini o'rnuna stop belgisi qo'yiladi. Testda bor, asosiy yo'l yo'nalishi o'zgargan bo'lsa, ko'pincha buni qo'yadi. Misol, hozir asosiy yo'l bu bilan bo'lsa, bunga stop belgisi turadi. Bunga yo'l belgisi turadi. Ular chorrahadan qo'yilishi mumkin. Bu xavfliroq chorrahadan qo'yiladi. Nega ko'rganman? Ashuni yo'lda ko'rganman. Yo'ldan bor, 3 yo'l. Tasman chorraha. Çok kullanılan yoldan bari şu banatından çıkayım kesangiz, stop belgisi bor, zapravkada qolmaydi, ortga jallanang. Olmasmi? Yuk mashinalardan onuncha ko'rinmaydi. Ular chorrahada nima uchun qo'yiladi? Demak, bu xavfli chorraha. Xavfliroq. Nima uchun? Avtomobildan ko'p o'tadi. Serqatnov. Ana shu yerda to'xtab o'tish shart. Bunda yo'l belgisi qo'yiladi. Yo'l belgisi qo'yiladi.
Bu misol uchun yo'lning bir tarafi yaxshi yo'ladi, bir tarafi sal qiya ketgan misol uchun. Xavfli bo'lish. Ana bu yerdan ko'rinmaydi to'g'rimi? Bu ham bosh, bu ham mashina ko'rinmaydan chiqib ketish mumkin. Ana shunda shuni yashab olmaslik uchun stop belgi qo'yadilar. Bo'sh bo'lsa ham bir to'xtab o'tish kerak. Ikkani olib qarash kerak. Ana shu maqsadda stop belgisi qo'yiladi. To'xtamasdan o'tish taqiqlanadi. Yani to'xtamasdan harakatlanish taqiqlanadi. 2-6 mobiliyatmi? Ro'paradan kelayotgan harakatlarni yo'l berish kerak. Ro'para harakat ustunligi. Ro'para harakatlanish ustunligi. Ishqilim ma'nosini bilamiz. Shuni yo'l bosadi, misol uchun yo'lni qatnov tuzdi. Berilgan bir transport vositasi keldi, berilgan bir transport vositasi keldi. Endi bu yerda kim birinchi o'tishi kerak? Belgiga qarab o'tamiz. Bundan qara bo'lgan. Qara o'tadi. Buni ma'nosi ro'para harakatlanish ustunligi degan belgi demak mayda turibdi ekan. Mana turibdi. Ro'para harakatlanish ustunligi, ro'para ustun deydi. Ya'ni sen yo'l berdin. Haydovchi ro'paradan kelayotgan transport vositasini yo'l berish kerak. Birinchi bo'lib o'tadi, ikkinchi o'tadi. Ana shu maqsadda qo'yiladi. Bu nera qo'yildimi? Chorrahaga qo'yildimi? Yo'q, chorraha emas. Bu yo'l qatnov qismi dor joy emas. Yo'lning tor qismiga. Keyin endi bizlar bildik. Bizlar yo'l berish kerakligini bildik. Bu ham yo'l berish chiqardi. Bundan biz birinchi o'tish kerakligini. Ha, belgi turadigan bu 4 tushadi. Bu ro'para harakatlanishga nisbatan imtiyoz degan. Ya'ni bu mavzuda shu mashinadamiz ro'para harakatlanishga nisbatan imtiyoz. Ya'ni ro'paraga nisbatan sen ustunlikka egasan. Ana shu 4 burchak belgi turadi bu yerda. Demak, birinchi bo'lib sen o'tgan yo'l berdi. Xuddi shu narsa misol uchun hayotda mashina turibdi. Mana sen yo'l ber elingdagi o'tsin desa, bunga sen o't elingdagi yo'l beradi. Lekin mana sen birinchi o't elingdagi yo'l berib turibdi desa, sana yo'l berib tur elingdagi o'tsin deb. İkisi bir joyda qo'yiladi. Tushunarli bo'ldimi? Demak, imtiyoz belgilar o'zi ozgina. Bu misol uchun transport belgilangan, bu avtomobilchilardan bo'lgan xullas har bir narsa terilib imtiyoz belgisi paydo